O'zbekistonda kartaga naqd pul kiritishda komissiyalar bekor qilinadi. Shuningdek, o'z-o'ziga kartadan kartaga pul o'tkazish endi komissiyasiz amalga oshiriladi. Jarima balli 12 ballga yetgan haydovchilar soni 49 nafarga yetdi. Blogerlar qancha daromad qilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda gaz qazib olish keskin kamaydi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda hokimlar mas'uliyati oshiriladi. Apple, Google va Meta 3 oyda O'zbekistonga qancha soliq to'lagani aniq bo'ldi. Bu qisqa anonsiyada ortda qolgan 7 kunda e'lon qilingan eng muhim jinoiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklarni Tangiyuz dayjestida ko'rib chiqamiz. Jarima balli 12 ga yetgan haydovchilar soni 49 nafarga yetdi. Yo'l harakati xavfsizligi ma'lumotiga ko'ra, shunday birinchi haydovchi aniqlangandan bir hafta o'tib, ko'rsatkich keskin oshgan. Eng ko'p holat Toshkent shahrida qayd etilgan bo'lib, 29 nafar haydovchi 12 ball to'plagan. Hozircha Navoiy, Qashqadaryo, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida bunday holat kuzatilmagan. Qoidalarga ko'ra 12 ball yig'gan haydovchilar transport boshqarish huquqidan mahrum qilinadi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatining bildirishicha, huquqni qayta tiklash uchun faqat imtihon topshirish yetarli emas. Haydovchilar avtomaktabda qayta o'qishi ham kerak bo'ladi. Samarqandda fuqaroni Isroilga ishga yuborish uchun $17 ming so'ragan shaxs ushlandi. Bosh prokuratura huzuridagi departament ma'lumotiga ko'ra, MChJ rahbari fuqaroning ishonchiga kirib, uni Isroilga ishchi viza bilan yuborishni va'da qilgan. Buning evaziga $17 ming talab qilib, oldindan $2 ming olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Shuningdek, Jizzaxda bir shaxs fuqaroni Isroilga ishga yuborishni aytib, $10 ming so'ragan va $4 ming olayotganda ushlangan. Holatlar yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Xorazmda ichki ishlar xodimi ishga kiritish uchun $4,5 ming so'ragan vaqtida ushlandi. U tanishni ichki ishlar organlariga ishga joylashtirib berishni va'da qilgan. Toshkent viloyatida esa bog'cha uchun ruxsatnoma olib berishni va'da qilgan metodist va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi inspektori ushlangan. Qoraqalpog'istonda ayol nafaqa uchun ish stajini ko'paytirib berish evaziga $7 million olayotganda qo'lga olingan. Barcha holatlar yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. 800 million so'm pora talab qilgan fermer ushlandi. Surxondaryo viloyati Angor tumanida fermer 707 gektar yer maydonini rasmiylashtirib berish evaziga 800 million so'm talab qilgan. U oldindan 520 million so'm olgan. Tezkor tadbirda qolgan 290 million so'mni olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov davom etmoqda. Toshkentda erkak xotinini o'ldirish uchun qotil yollagan. U qotillik uchun $10 ming taklif qilib, oldindan $2 ming bergan. Ayolning manzili, kun tartibi va shaxsiy ma'lumotlarni ham taqdim etgan. Huquq-tartibot organlari ayolni saqlab qolish uchun o'limni sahnalashtirishgan. Shundan so'ng erkak qolgan pulning bir qismi sifatida Tracker avtomobilini berayotganda qo'lga olingan. Holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov davom etmoqda. Nukusda indamaslik uchun $200 ming talab qilgan tovlamachi ushlandi. Sobiq xodim o'zi operator bo'lib ishlagan korxona obro'siga oid ma'lumotlarni oshkor qilish bilan tahdid qilgan. U pul berilmasa ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalariga chiqarishni aytib bosim o'tkazgan. Ayblanuvchi tezkor tadbirda mehmonxonada $200 ming olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Shaxs avval ham sudlangan bo'lgani aniqlangan. Holat yuzasidan tovlamachilik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekistonda kartaga naqd pul kiritishda komissiyalar bekor qilinadi. So'nggi paytda bank kartalarini naqd pul bilan to'ldirishda yuqori komissiyalar undirilayotgani bo'yicha aholi murojaatlari ko'paygan. Shu sabab hukumat darajasida kartaga naqd pul kiritish va shaxsiy kartalar o'rtasidagi pul o'tkazmalari uchun komissiyalarni bekor qilish taklifi ma'qullandi. Masala prezidentga taqdimot davomida muhokama qilingan. Unda naqdsiz to'lovlar kengayayotgani sabab bank infratuzilmasi, komissiyalar va cashback tizimini qayta ko'rib chiqish zarurligi ta'kidlangan. Toshkent avtobuslarida konditsionerlar yoqildi. Toshshahartrans xizmat ma'lum qilishicha, 7-maydan boshlab sovutish tizimlari bosqichma-bosqich ishga tushirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'lovchilar avtobuslarda konditsioner ishlamayotganidan shikoyat qilgach, jamoat transporti ustidan nazorat kuchaytirildi. Endi tashqi havo harorati +28 darajadan oshganda avtobus salonlarida konditsionerlarni majburiy yoqish belgilandi. Shuningdek, konditsioneri nosoz avtobuslarni yo'nalishga chiqarmaslik aytilgan. Maktablarda davomat aqlli kameralar orqali nazorat qilinadi. Dars qoldirgan o'quvchilar uchun ota-onalarga ogohlantirish beriladi. Takrorlansa jarima qo'llanadi. Tizim hozircha Toshkentdagi ayrim maktablarda sinov tariqasida joriy etilmoqda. Kameralar o'quvchilarning darsga qatnashishi va xavfsizligini nazorat qilishga xizmat qiladi. Ota-onalar ham farzandining davomatini onlayn kuzata oladi. Hozirda asosiy hisob e-maktab platformasi orqali yuritilmoqda. O'zbekistonda 11 may kuni maktablarda dars bo'ladi, bog'chalar esa ishlamaydi.
Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 11-maydagi ish tartibi bo'yicha ma'lumot berdi. Unga ko'ra, umumta'lim maktablarda dushanba kuni odatdagi darslar o'tkaziladi, faqat boshlang'ich sinf o'quvchilari bundan mustasno. Davlat bog'chalari uchun esa 11-may dam olish kuni hisoblanadi. Nodavlat ta'lim muassasalarida ish tartib ichki qoidalarga ko'ra belgilanadi. Eslatib o'tamiz, prezident farmoniga asosan 9-may dam olish kuni 11-mayga ko'chirilgan edi. O'zbekistonda shahar jamoat transporti yagona aglomeratsiya tizimiga o'tkaziladi. Aglomeratsiya bu shahar va uning atrofidagi hududlarni yagona transport tizimi orqali bog'lash degani. Masalan, Toshkent viloyatining Nazarbek, Mineral suvlar va Uch Qahramon hududlarini poytaxt bilan bog'lash rejalashtirilgan. Prezidentga taqdimotda aytilishicha, shaharlarga kirishda qatnovlar keskin oshgani sabab endi shahar atrofidagi 12 kilometrgacha bo'lgan hududlarda qatnaydigan avtobuslar ham yagona tizim asosida ishlashi mumkin. Rasmiylarga ko'ra, bu avtomobillar oqimini kamida 20% ga kamaytirishi mumkin. Shuningdek, elektropoyezd, avtobus va elektropoyezd metro uchun yagona tarif joriy etish ham ko'rib chiqilmoqda. Yaponiya O'zbekiston bilan hamkorlikda anime yaratishni yo'lga qo'yadi. Milliy o'zbek anime mahsulotlarini yaratish va ularni xalqaro bozorga olib chiqish rejalashtirilmoqda. Raqamli texnologiyalar vazirligi va Yaponiyaning Elf-In kompaniyasi animatsiya hamda kompyuter grafikasi sohasida hamkorlik memorandumini imzoladi. Hamkorlik uchun $700,000 ortiq grant ajratilishi rejalashtirilgan. Tomonlar Yaponiya bozori uchun animatorlar tayyorlash, yapon mutaxassislarini jalb qilish va O'zbekistonda kompaniya filialini ochishni ham muhokama qilgan. Sog'liqni saqlash tizimidagi rahbar xodimlar maoshi oshiriladi. Bu bo'yicha yangi tartib rasman tasdiqlandi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi va uning hududiy boshqaruvlaridagi rahbar xodimlar uchun yangi ish haqi tizimi qo'llanadi. Ularning maoshi Ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimlari darajasiga tenglashtiriladi. Yangi tizim vazirlik markaziy apparati, hududiy boshqarmalar va klinik audit inspeksiyasiga ham tatbiq etiladi. Qo'shimcha shtatlar esa tizim ichidagi qisqartirishlar hisobidan shakllantiriladi. O'zbekistonda to'lovga qobiliyatsizlik ishlari agentligi tashkil etiladi. Yangi agentlik Adliya vazirligi huzurida ishlaydi va bankrotlik hamda qarzdorlik bilan bog'liq jarayonlarni boshqaradi. Prezident farmoniga ko'ra, agentlik ushbu sohada yagona davlat siyosatini yuritadi, jarayonlarni nazorat qiladi va ularni raqamlashtirish bilan shug'ullanadi. Rasmiylarga ko'ra, hozir amaldagi tizim korxonalarni saqlab qolishdan ko'ra ularni yopishga ko'proq yo'naltirilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, moliyaviy ahvoli og'irlashgan 93,000 tadbirkordan atigi 10,000tasi bo'yicha to'lovga qobiliyatsizlik ishi ochilgan. Endi farzand tug'ilganda otalarga ham ta'til berilishi mumkin. O'zbekistonda bu boradagi qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishdayoq qabul qilindi. Unga ko'ra, erkaklarga farzand tug'ilgach 5 kunlik haq to'lanadigan ta'til berish taklif etilmoqda. Ta'til 1 oy ichida olinishi va oilaga yordam berish uchun mo'ljallangan. Loyihada ish beruvchilar uchun javobgarlik ham kuchaytirilmoqda. Jumladan, ish haqi kechiksa kompensatsiya to'lanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda hokimlar mas'uliyati oshiriladi. Prezident O'zbekistonda bu boradagi qonunni imzoladi. Endilikda hokim va hukumat a'zoligiga nomzodlar korrupsiyaga qarshi kurashish rejasini taqdim etishi shart. Qonun 1-maydan kuchga kirgan. Shuningdek, investitsiya majburiyatlarini bajarmagan tadbirkorlarning yer huquqini bekor qilish mexanizmi kuchaytirildi. O'zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash narxi e'lon qilindi. Statistika qo'mitasiga ko'ra, eng qimmat palov Toshkent shahrida bo'lib 122,000 so'mdan oshgan. Eng arzon hudud esa Qoraqalpog'iston bo'lib 1 kilo palov pishirish 102,000 so'm atrofida baholangan. Farg'onada 120,000, Samarqandda 118,000 so'mni tashkil etgan. Aprel oyida palov narxi ayrim hududlarda 284% gacha oshgan. Narx ko'tarilishiga asosan go'sht, sabzi, yog', no'xat va ziravorlar qimmatlashgani sabab bo'lgan. Kartadan kartaga pul o'tkazmalari endi komissiyasiz bo'ladi. Yangi tartibga ko'ra, jismoniy shaxslarning o'z bank kartalari o'rtasida pul o'tkazish uchun to'lov olinmaydi. Shu bilan birga, bank operatsiyalaridagi xavfsizlik tizimi ham o'zgartiriladi. Antifraud SMS xabarlari uchun undiriladigan to'lovlar qayta ko'rib chiqiladi. Ularning o'rniga mobil ilovadagi bildirishnomalar yoki biometrik identifikatsiya kabi muqobil yechimlardan foydalaniladi. Endi xususiy klinikalar ham byudjet hisobidan xizmat ko'rsatishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu bo'yicha farmonni imzoladi. 1-iyuldan davlat davolash xarajatlarini davlat va xususiy klinikalar uchun yagona tarif asosida qoplaydi. Maqsad 2030-yilgacha xususiy sektor ulushini tibbiyotda 30% ga yetkazish. Shuningdek, 2027-yildan akkreditatsiyadan o'tgan xususiy klinikalarga organ transplantatsiyasiga ruxsat beriladi. Ular transplantatsiyadan keyingi reabilitatsiya va ehtimoliy zarar uchun ham javobgar bo'ladi.
Elektromobil zaryadlash narxining bir qismi davlat tomonidan qoplanadi. 1-maydan boshlab 1 kWh uchun 300 so'mdan oshgan qismi byudjet hisobidan to'lanadi. Yangi tartib 2026-yilgi davlat dasturi doirasida ko'rsatilgan. Elektromobilda taksi qiladiganlar uchun ham imtiyozlar belgilandi. Ularga ijtimoiy soliq bo'yicha 10% gacha chegirma beriladi. Shuningdek, davlat tashkilotlariga tegishli avtoturargohlar, aeroport va vokzallarda 30 daqiqagacha bepul parkovkaga ruxsat etiladi. 2025-yilda eng ko'p soliq imtiyozini olgan kompaniyalar ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda biznes subyektlari jami 178 trillion so'mlik soliq va bojxona imtiyozlaridan foydalangan. Eng yirik imtiyoz oluvchi Uzbekistan GTL bo'lib, 208 trillion so'mni tashkil etdi. Ikkinchi o'rinda Uzbekistan Airways 204 trillion so'm imtiyoz bilan yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinlarda O'zbekneftgaz, O'zbekiston temir yo'llari va UzAvto Motors turibdi. Bu ma'lumotlar ochiq qarorlar asosida berilgan imtiyozlarni qamrab oladi. Apple, Google va Meta 3 oyda O'zbekistonga qancha soliq to'lagani aniq bo'ldi. 2026-yil boshidan buyon O'zbekistonda xorijiy IT kompaniyalar 65 milliard so'm soliq to'ladi. Soliq qo'mitasiga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 81% ga oshgan. Eng ko'p soliq to'lagan kompaniya Apple bo'ldi, 16 milliard so'm. Keyingi o'rinlarda Google 14 milliard so'm va Meta 13 milliard so'm bilan qayd etilgan. Shuningdek, OpenAI 2,5 milliard so'm soliq to'lagan. Ro'yxatda TikTok, Booking.com va Netflix ham bor. O'zbekistonda gaz qazib olish keskin kamaydi. Mart oyida qazib olish hajmi 207 milliard kub metrni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 30% ga kam. Kunlik qazib olish ham 125 million kub metrdan 87 million kub metrgacha tushgan. Yil boshidan beri umumiy hajm 906 milliard kub metr bo'lib, 15% pasayish qayd etilgan. Tadbirkorlar uchun yana bir ortiqcha talab bekor qilindi. Prezidentga ko'ra, endilikda binoga joylashtirilgan korxona nomi va faoliyat turi haqidagi yozuvlar reklama hisoblanmaydi. Shu sababli bunday yozuvlar uchun alohida reklama pasporti rasmiylashtirish talabi bekor qilinadi. Avvalroq Toshkent shahar hokimligi bu masalada qattiq nazorat o'rnatib, ko'plab tadbirkorlarning noroziligiga qaramay ayrim belgilarni buzdirgan edi. O'zbekistonda eng faol 6 nafar bloger qancha daromad qilgani ma'lum bo'ldi. Ular 207 milliard so'm daromaddan 110 million so'm soliq to'lagan. Soliq qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, blogerlar faoliyatini o'rganish davomida eng faol 110 nafar kontent yaratuvchi ro'yxati shakllantirilgan. Tahlillarga ko'ra, ulardan 55 nafari o'zini-o'zi band qilgan shaxs sifatida, 33 nafari yakka tartibdagi tadbirkorlar sifatida faoliyat yuritmoqda. Ya'ni 22 nafar bloger esa oddiy jismoniy shaxs maqomida ishlayotgani aniqlangan. Aprelda O'zbekistonda eng ko'p nima qimmatladi? Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, oziq-ovqat mahsulotlari narxi bir oyda o'rtacha 1% ga oshgan. Eng katta o'sish qo'y go'shtida kuzatilgan bo'lib, narx 3,7% ga ko'tarilgan. Mol go'shti 3,2% ga qimmatlashgan. Shuningdek, ichki va xalqaro aviareyslar chiptalari 2% dan ko'proq oshgan. Benzin narxi ham yana ko'tarilib, bir oyda 1,4% ga qimmatlagan. Ayrim mahsulotlar esa aksincha arzonlashgan. Bodring narxi 26% ga tushgan. Ko'kat, karam va piyoz narxlarida ham sezilarli pasayish kuzatilgan. Bu haftalik dajjal edi. Kelgusi haftaning eng muhim yangiliklar bilan yana ko'rishamiz. Tangi o'zni kuzatishda davom eting.